alaykum qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar, bizlarning kuzatuvchi obunachilarimiz. Hop, bu galgi obyektimiz Andijon Jaloliquduqdamiz. Xohlasa Ne'matullo hoji akani o'ylarga keldik. Hoji aka, yaxshimi Xudo xohlasa? Hali dinning vaqtimi? Xudo xohlasa limon qo'yishar ekan, uylarda ancha limon bor ekan, bog'lari bor ekan, limon zorlari bor ekan. Xudo xohlasa maqsad ko'proq 8 oy 6 oy saqlash. Bu yerga biz penopoliuretan senishdan qurib уже bitkazishga keldik. Eksperimentli ilish jarayonini video qilib, senishlarni bitgan holatini video obzor qilib, sizlarga tushuntirib o'tishga qaror qildik. Xudo xohlasa bu yer xolodilnigimiz 9 ga 3,5 balandligi toza 3 bo'ldi. Eshiklarimiz vakuum eshik bo'ldi. Eshiklarimiz juda ham chiroyli o'rnadi. Xudo xohlasa bir qizib, yana bir video obzor qilamiz. Sizlarni ko'rishda davom etinglar. Xizmatli bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ketgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Rahmat.